Mana bugun Respublika tashxis markazi tomonidan 3 kunlik seminar trening bo'lib o'tmoqda. Bu seminar treningda biz tarbiyachi pedagoglarga juda ham kerakli bo'lgan foydali mavzular ustida suhbat quryapmiz. O'zimizga faoliyatlarimiz davomida foydalanishimiz uchun kerakli bilim, malaka ko'nikmalarni egallab bormoqdamiz. Bizga ajratilgan 3 kunlik o'quv seminari juda ham chiroyli, juda ham maroqli bo'lib o'tyapti. Bizga mana shu 3 kunlik dars jarayonini tashkillashtirib bergan tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Respublika tashxis markazi tomonidan ishlab chiqilgan emotsional charchoq va kasbiy sog'lish metodikalarini diagnostikasini o'tkazdik va test natijalariga ko'ra Andijon viloyatida 200 nafar tarbiyachi ajratib olindi. 3 kunlik tashkil etilgan seminar natijalariga ko'ra tarbiyachilarda emotsional charchoq holatlari ancha bartaraf etildi hamda yuzlariga tabassum uyg'ondi. O'zlari uchun kerakli bo'lgan bilim, malaka hamda tajribaga ega bo'lishdi. Bugungi seminarni tashkil etib bergan barcha tashkilotlarga samimiy minnatdorchiligimizni